Hammaga salom. Sizlarga bu videoda Livikdagi eng zo'r otishmalarni ko'rsataman. Birga bo'lishim uchun aynan sizning yordamingiz kerak. Like va obuna bosib, do'stlarga tarqatib qo'ysangiz, xursand bo'lgan bo'lar edim. Kanalimiizga ketdik. Qarsaklar chaldi o'zbek, cho'lponni boltalashdi. Pashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoyinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi. Boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgan Turkiston, bo'lolmadim posponing. Kechir, men qarab turdim, qaqradi bog' bo'stoning. Mozidan izla javobni, qo'llaring yer talashdi. Otgan o'qlari qolmay, cho'lponni boltalashdi. Nima bo'ldi ekan uning so'nggi so'zlari o'shanda. Tuyog'i najosat bosib, to'ng'izlar kezdi gulshanda. Qurbonjon dodxo misoli Madamin bekni aldashdi. 1938 cho'lponni boltalashdi. Usmonga nasib etmadi o'z yurtidan bir mozor. Hurlikni orzu qilgancha o'tdi tuprog'iga zor. Qodiriy cho'lpon fitratni nima sababdan qamashdi. Jallodlar o'q topolmay cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar. Videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, like va obuna bosishni unutmang. Birga bo'lishim uchun aynan sizning yordamingiz kerak.